Bugun obzorimizda Rostakasam villa. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizani kanalni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, aka-ukalarimiz. 12 sotix Uglovoyda joylashgan bino 1200 kvadrat. Okam yaxshi niyat qilib yashash uchun o'zlariga qurgan ekanlar. Hamma narsasini sifatlisini ishlatdim deb aytdilar. Kirurishidan boshlab bo'lmasa video obzorini qilamiz. Xonadonimiz Uglovoyda joylashgan. Mana shu yon tarafimiz Uglovoy, kirurish eshik narigi burchagimizda va bu yon tarafimizda bo'lsa kirurish darvozamiz qoldirilgan. Darvozadan shundoq kirdik, o'ng qo'ldan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda bizani Topli garajimiz joylashgan. Bekordan bekorga bu garajni Topli garaj deb aytmadik, chunki bu garajimizning pollari Topli pol qilingan. Navesimizning tagiga endi keladigan bo'lsak, kirishimiz bilan chap qo'limizda yozgi oshxonamiz uchun sharoitlarimiz qoldirib ketilgan. Yozgi oshxona qilinsa, shu joyga bu yon tarafimizda yozda o'tiradigan o'zini sharoitlari bo'ladi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, TTZ Sanif mahallasida joylashgan 12 sotix Uglovoyda juda katta villa bo'lib tushgan. Endi hovlimizga o'tadigan bo'lsak, mana shu yo'ligimizda ikkita yon tarafi yashil maydon qilingan. Mana bu daroshkamiz bor-ku, yo'laklarni tagigacha podushka quydirib qo'yibdilar akam. Devorlarni bo'lsa, devorlarni oladigan bo'lsak, tashqari taraf ko'cha devori bilasiz, ko'pchilik shlakoblok qurishadi. Bu uyimizning bo'lsa devorlarigacha pishgan g'ishtdan foydalanilgan. Uyimizning tegi podval, patoloklari ham baland-baland, to'liq podvalda, patoloklari ham 4,5 metrmi shunaqa bemalol jiloy qursa bo'ladi. Sport zal uchun joylarimizni qoldirib ketilgan, pastda o'zini sanuzilga ham joylari to'liq qilingan. Podvalimizga ham ko'cha tarafdan, ham uyi ichidan tushsa bo'ladi. Aka, endi ichkaridagi planirovkani o'zingiz bitta ko'rasiz. Kirurish eshigimiz bo'ladimi? Uydagi to'liq eshik romlar bo'ladimi? Hammasi Engelbergga premium sifatli romlari qo'yilgan. Xonadonimizga kirib keldik. Bu zonamizni o'zi oddiy uylarda hol deymiz-ku, lekin bu uyimizda hol demaymiz. Bu bizani prixoshkamiz qilingan. Ko'rayotganingizdek, shunaqa katta darajada prixoshka hol qilib ham ishlatsangiz bo'ladi-yu, lekin bu uyimizda ikkita hol bor. Kirdik xonadonimizga, o'ng qo'limizdagi joyimiz bu bizani hol qismimiz bor. Oilaviy dam olib gaplashib o'tiradigan joy. Keyin shundoq bu holimizdan bo'lsa, mana shunaqa oshxona qismimizga o'tiladi. Bu endi akam aytishlari bo'yicha, proyekt bo'yicha bu joyimiz kak barni hol bo'ladi. Mana shu choy-poy damlash uchun chiroyli bitta oshxona qilinadi. Lekin asosiy ovqat tayyorlanadigan oshxonamizga ham o'tamiz xos. Shunda bu oshxonamizdan chiqdik. O'rtada bizani yana bitta katta hol zalimizni kutib oladi. Proyekt bo'yicha xullas bu milliycha zal bo'lishi kerak bo'lgan. Alohida yana bitta bizani zal qismimiz bor. Ko'chadan kiradigan bu yerda eshigimiz qoldirilgan va shunda kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa, mana shu bizani asosiy oshxona qismimiz joylashgan. Asosiy oshxona bu yerda bemalol ovqat tayyorlab, ovqatlanib o'tirsa ham bo'ladi shu yerda, lekin bu yon tarafda bo'lsa albatta holimiz bor. Holda ham bemalol bu bir yoq tarafini divanli zona, bir yoq tarafini stol yoki milliycha deyaptilar, xon taxtalar qo'yib qo'yib o'tiradigan joy xullas qilib qo'ysa bo'ladi. Ideya yoqdi menga. Masalan, barni oshxona deganimiz qanaqa? O'ta ovqat pishirilmaydi, choy qo'yib, kofelarni damlab yoki zavtrak qiladigan joy qilib qo'ysangiz ham menimcha boshqacha chiqadi. Mana o'sha joyimizni shu yerda qilingan. Bu mana shu oshxonamizdan ham holdan ham zalli ichidan kirsa bo'ladi. Bu bizani asosiy zalimiz. Juda katta, akam ham razmerini qarang, 30 kishilik stol ham bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Patoloklarni balandligiga alohida e'tibor berib qo'yasiz, 4,5 metr balandligi. Uyimizda qilingan ishlardan bu yerda elektrikalari 100% bitgan, santexnikalari ham 99% bitgan. Nimaga unaqa deyman? Kotel qo'yib yorsangiz bo'ldi, uje ishlaydi. Asosiy kirurishimizdan shundoq kirdik. Chap qo'limizda bu yerda bizani gastivoy mehmonlar uchun mo'ljallangan sanuzilimiz joylashgan. Bu garderobnimiz. Ikkinchi qavatga chiqurish va bu yon tarafda bo'lsa, bizani yotoqxonalarimizga birma-bir o'tiladi. Birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan birinchi yotoqxonamiz.
bitta katta spalnamiz joylashgan va keyin shunday yonida bo'lsa ikkinchi yotoqxonamiz. Uyimiz uglovoy bo'lganiga oynalari bir yoq tarafi ko'cha tarafga qaragan, bir yoq tarafi bo'lsa orqa hovlimiz tarafga qaragan. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu bizani birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan 3-yotoqxonamiz. Va bu yotoqxonamizning ichida bo'lsa o'zini sanuzyuli qilingan. Ikkinchi qavatimizga chiqishimiz bilan bizani mana shunaqa katta hol qismimiz kutib oladi. Bu hovlimizdan bo'lsa shundoq balkonimizga chiqiladi. Katta balkon va balkondan mahallamizning ko'rinishi. Mahallamiz juda chiroyli. O'zi Sanif mahallasi, bilasiz, elitli mahallalardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqdik. Chap qo'ldagi birinchi xonamiz bizani garderobniy uchun mo'ljallangan xonamiz. Keyingi xona bo'lsa, bu oka xonadonni egasining yotoqxonasi, master spalni. Bunaqa xonadonni, bunaqa yotoqxonani birinchi marta ko'rishim, 4 ta zonaga bo'lingan. Kirib kelishimiz bilan bizani hol kutib oladi. Dam olish zonasi, divanli zona qilib qo'yasiz, spalnaning ichida. Yonida bo'lsa bu yerda garderobnisi joylashgan. Bitta garderobniy qilingan. Katta bu ikkinchi zonamiz bo'ldi. 3-zonamiz bo'lsa bu yotoq zonasi. Yonida lounge zona, bu bo'lsa yotoq zonamiz bo'ldi. Kravat shotka qo'yiladi va bu yerdan shundoq o'zini sanuzyul qismiga o'tiladi. Bitta yotoqxona 4 ta zonaga bo'lingan. Dam olish, yotoq zonasi, bu yerda sanuzyul, bu tarafimizda bo'lsa garderobniy qilingan. Qanaqa chiqqan, albatta fikringizni 1dan 10 gacha yozib qoldirishni unutmang. Shundoq ikkinchi qavatga chiqdik, keyingi xonalarimizga o'tamiz. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan birinchi sanuzyulimiz. Keyingi xonamiz bu ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizni bo'lsa o'zini ichida sanuzyul qismi joylashgan. Sanuzyullarimizning ham razmerlari katta, xonalarimizning ham razmerlari juda katta. Ikkinchi qavatimizdagi 3-yotoqxonamiz. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Shundoq yonida bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan 4-yotoqxonamiz. 12 sotixli villa. O'zimmi, yaqinimniki, qadrdonimmi, xonadoni o'zi uchun qurgan ekan. Kelib, bitta ko'ring, jivoy, mahalla ham aniq yoqadi sizga. Joyi qurilgan, planirovkasini ham mana harakat qildim, maksimal darajada ko'rsatib berishga. Aniq ayta olaman, любой odamga yoqadigan proyektda chiqqan bu xonadonimiz. Sotuvda narxini keling aka, videoni opisaniyasida yozib qoldiraman. Bemalol meni nomimdan murojaat qilaverasiz.